Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Sariqbola pizzaga tashrif buyurdik. Va bizlar ham shu yerda ekanlar. Assalomu alaykum, Buxoro xormanglar, charchamayapsizlarmi? Rahmat kelganingizga. O'zim ham xursandman. Juda ham ko'p Buxoroda blogerlar bor ekan, obunachisi ko'plik va ko'pchilik kelib, o'z odatda obunachisi ko'p odam har doim pulga reklama qiladi. Lekin men shunchalik xursandman, kelib podдержка qilib, mana отметка qilib reklama qilib ketishyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menga xudo xolasa Buxoro ikkinchi uyimdek bo'lib qoldi. Tez-tez kelib turaman. Va hammalarni taklif etamiz. Endi bu yoq nima deyiladi, mencha Buxorochasiga kuyman. Buxoro Media Park. Ha, Buxoro Media Parki shundan oldida hozir ko'pchilik savol berish mumkin, ochildimi deb. Hozir test rejimida ishlayapti, bemalol kelishlari mumkin. Lekin katta ochilishi men endi kunlarini tez kunda e'lon qilaman. Balki bu 2 haftadan keyindir, balki 15 kundan keyindir. Mana shunaqa orada bo'ladi va katta konsert qilib, shou qilib, shunaqa qilib konsert qilamiz, xudo xolasa. Sizlarga rahmat. Kelib turinglar. Hammalarni Sariqbola pizzada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.